Son sanoqsiz mukofotlar egasi argentinalik futbolchi Barselona formasini kiyib faqatgina shu klubning emas, dunyoning afsonaviy futbolchilari ro'yxatiga kirgani shubhasiz bo'lgan Lionel Messini tanimaganimiz yo'q. Kimdirlar uchun esa u bu dunyodan emas. Aldamchi harakatlari va maydonda ko'rsatayotgan ajoyib o'yinlari bilan o'z nomini hozirdan tarixga yozdi. Sizningcha Messi futbolda qozonayotgan pullari bilan qanday hayot kechirmoqda? Bugungi videomizda shu savolimizga javob topamiz. Messi 1987-yilda Argentinaning Rosario shahrining kambag'al oilasida dunyoga keldi. Shuning uchun ham yolg'iz hayot kechirishni ma'qul ko'radi. Hatto jamoadoshlari uchun ham masofa saqlaydigan inson. Lekin oilasiga bo'lgan bog'liqligi va sodiqligi shubhasiz. Bolaligidan sevgan qiziga uylangan Messi hozirda baxtli hayot kechirmoqda. Onasiga doim e'tiborda bo'ladigan Messini menejerligini dadasi qilmoqda. Ko'pgina firma va reklama kompaniyalari bilan shartnoma imzolagan Messi shu onda eng ko'p mablag' topayotgan futbolchilar ro'yxatini boshqarmoqda. Agar gap pul haqida ketadigan bo'lsa, sarflayotgan mablag'lari hammani hayratlanishiga yetadi. Messini xususiy samolyotini shohona ekanligini bilasizmi? Yoki o'zi haydab yuradigan lyuks mashinalarini? Albatta bu hayot hammaning ishtahasini ochishi bor gap. Barselona tashqarisidagi shohona uyda yashaydigan Messi bo'sh vaqtlarini oilasiga sarflaydi. Messi Argentinadagi o'zi tug'ilib o'sgan uyini sotishni xohlamaydi. Ko'pgina insonlarning xayoliga ham kelmaydigan pullarni bir yilda ishlab topadigan Messi o'zi egalik qiladigan mashinalari va uylari bilan maqtana oladi. Messini hozirda yashayotgan uyini narxi 4 million yevro ekanligi aytilmoqda. Messini uyi haqidagi yangi chiqqan ma'lumot hammani shok holatga tushirib qo'ydi. Barselonadagi aeroportlar Messi tufayli qiyin ahvolga tushib qolmoqdalar. Chunki havoga ko'tarilayotgan samolyotlar superstar hisoblangan Messini uyini tepasidan o'tishlari taqiqlangan. Yevropaning eng mashhur havo yo'llaridan biri hisoblangan Barselona havo yo'llari Messining uyidan 10 kilometr uzoqlikda joylashgan. Samolyotlarning uchishi uchun boshqa alternativ yo'l topa olmayotganliklarini ta'kidlayotgan aeroport boshlig'i shunday deydi: Dunyoning hech bir joyida bunday qaror yo'q. Samolyotlar ucha olmayapti. Chunki u yerda Messini uyi bor. Bu holat havo yo'llarini rivojlanishiga to'sqinlik qilmoqda. İlk boshida deganimizdek, Messi ko'zlardan uzoqda turib, oilasi bilan birga shovqinsiz va sokin hayotni afzal ko'radi. Shuning uchun ham kilometrlab tepada uchadigan samolyot ovozidan ham rohatsiz bo'lmoqda. Barselona yetakchisi bo'lgani uchun o'sha uydan ko'chib ketmagunicha samolyotlarni bu uyni tepasidan uchib o'tishlari taqiqlanganligicha qoladi. Dunyoning hech bir yerida bo'lmagan ushbu qaror faqatgina Messini rohati uchundir. Messini xotini ham insonlardan uzoq turishni afzal ko'radi. Instagram sahifasiga yuklayotgan rasmlari faqat oilasi bilan olingan rasmlardan iborat. Faqat xotini va oilasi bilan yuradigan Messini tungi disko klublarda va begona ayollar bilan yurganini ko'rish imkonsiz bo'lsa-da, samolyotlar tufayli bo'layotgan mishmishlar hammani hayratga soldi. Siz Messini hayoti haqida qanday fikrdasiz? Shu haqida izoh qoldirishni unutmang.